Men yana keldim oldilaringga. Mana ishonsalaring ertalabdan beri mana shu divanda chuqur bilan shug'ullanyapman. Video olishga ham qo'l tegmayapti. Hozir kamerani yoqib ozroq sizlarga ko'rsataman. Yana oz qoldi. Deyarli 1 soat, 1,5 soatda tugaydi. Qo'lda ana qilyapman, chuqurda tikyapman bir amallab. Shuning uchun ham uzoq o'zim ham bilardim shunday uzoq bo'lishini. Lekin shunday bo'lsa ham, mana pakirval yopib qo'ygan pakirval tushib ketaveradi, oqib. Xullas yopilib qo'ygan pakirvaldan ko'ra chuqur holati yaxshiroq. Hozir men nima tikib olayim, ko'rsataman divanni. Bir pallasi bo'ldi, ikkinchi pallasini boshladim hozir. Borib ip olib keldim magazindan. Yo'q, ipam yo'q ekan. Igna bilan quduq qazganday bo'lib, divanga chuqoldi qo'lda tegyapman. Kim uyda? Faqat Nargiza. Nargiza Puma только так сделает. Darsda qo'yib eshitib, ishimni qilaverdim-da, baribir ham faqat ishim shu bugun divan bo'ldi. Bitta uyga mashinka kerak deymanda, Robinetda mashinkani qo'yayotgan joyi yo'q-ku deydi, stol. To'g'ri aytay, mashinka bo'lsa keyin tikishga bo'kib, ana botib qolaman. Mashinkani yo'qligi ham yaxshi. Xullas. Rossiyadagi davrlarimda eslayapman. Hozir ko'rsataman. Buni qilib olay. Uchini. Tirsakni uchini. Albatta bu prochniy emas. Ya'ni averlok kerak edi bunga. Bu qo'lda qilingan narsa bu. Bilmadim qanchaga yetadi. Buni bir yuvsa ana sitiladi. Averlok bo'lmagan joyi, shunga xavotirdaman. Averlok yo'q. Averloksiz ham obработка qilsa bo'ladi, unga bir hafta ketadi. Mening vaqtim yo'q o'yib o'yin qilishga. Hali ham opitim bor, tezlashtiryapman, shunday bo'lsa ham. Chevarchilikda opitim bor. Chiqoldilik aytmoqchi, birinchi marta tikyapman, chiqol tikmaganman. Yoqtirmasdim chiqol tikishni, men uchun bu qanday bir zerikarli ish edi. Parda chiqol tikishni yomon ko'rardim. Chunki zerikarli degan to'g'ri tikish. Ketdik ko'rsataman. Mana qarang, daqib ana nimasini ko'rinyaptimi yo'qmi? Tirsagiga burchak qilib oldim. Ketdik ko'rsataman. Videom uzun bo'lmaydi, faqat divanni ko'rsataman. Mana bir pallasi bo'ldi. Divanni ajratdim orasini. 3x3 bo'ldi mana material. Yostiqlarni olib keyin yana bir yaxshilab ko'rsataman. Ko'rasizlarmi? Hozir ana uni primerka qilib ko'rayin, u tarafidagi nimasini. Shu sochimda oqarib turdi shu divan. Eskini yamaguncha esing ketadi deb bekorga aytilmagan. Rezinka kerak degan edim. Rezinka olmadim, Robin zakaz qilmadim. Men magazinda ko'rmadim. Internetda zakaz qilaylik degan edim. Endi mana burchagi qoldi. Hozir burchagini qizil iplamda belgilab chiqaman-da, keyin qo'shaman. Keyin bu pastiga to'shayman. Xullas ko'rsataman, maylimi? Mana. Mana burchagi o'xshash uchun qarang, qizil ip bilan ana yarim nima? Metka qilib chiqdim qizil ip bilan. Keyin bu tarafini ham hozir qizil ip bilan metka qilaman-da, burchak bo'ladi keyin bunday. Ugl. Xullas, tayyor bo'lgandan keyin ko'rsataman, maylimi? Bir kunim ketdi shunga. Kecha boshlagan edim, kecha 2 kun ekan. Xullas, ketdik. Tugatkim kelyapti, tezroq jonga tegdi. Jonga tegib ketdi. Hast du meinen Cola getrunken? Nein. Ja? Nein. Почему нет? Eiskalt. Verstehe nicht. Ich deine Cola nicht getrunken. Почему нет? Ist schön kalt. Ich noch nicht. Aus Eiswafel. Lecker. Lecker. Richtig sehr gut. Liebe. Sen juda ham yaxshi ko'raman deyapti. Ko'zingizni o'yaman hali men sizni.
Ya. Shuni charchadi. Ich weiß, wo er ist. Vo. Bortiklari bo'ldi. Yaxshiyam, jarayonda shunda ko'rsatmabman. Mana bortiklari bo'ldi, qarang mana. Ho. Hozir endi mana bu to'shagini to'shayman. Kamerani qanday qo'ysam ekan, bunday qo'yayin, a? Bitib qo'ysam ko'rinadimi? Ko'rinadi, ana. Ketdik. To'g'risi buni oxirigacha qamadim. Buni 20 santimetrni kesib tashlab, ana qilish kerak edi. 20 santimetrni kesish kerak edi. Joramay qoldim. 20 santimetr kesishga mana yonboshdagi. Buni kesib tikish kerak. Shunga bo'lsa shunda ish ko'p. Uni keyin ertanga qoldiraman. Ertanga точно ertan qilaman. Va'da beraman. Только не сегодня, пожалуйста. Mana bunday qaytarsam ekan mana picha. Qo'yman hozircha. Bugunchaga shunaqa qilib qo'yaman. Bugunchaga unday qilib qo'ysam buyoqqa qanday bo'lar ekan uni? Tushunmadim. Xudoyim, men charchab ketdim. Lekin в любом случае ertanga davom etaman. Bugunga всё уже men jaramayman. На сегодня я уже не смогу. Buni qo'shayin, mana divanda endi qo'shayin. Qatib qo'shima qanaqa bo'lgan. Voy, onajon. Shuni sochimni oqartirdi. Soch kanamni oqartirdi. Shu divan. Bunday qo'ysam ekan, bitib qo'yaman. Пока так на сегодня. На сегодня вот так сделаем. Пожалуйста, завтра продолжу. Ertadan davom etkazaman. Chiqarishim kerak ham videoni. To'g'ri kesib taylayman ekan-yo. Ertaga kesaman bugun. To'g'risini aytsam yaramayman. Честное слово. Честное слово, у меня нету сил уже сегодня. Финиш. Ertaga. Lekin mana o'g'illari cho'tka chiqdi. Yomon zo'r chiqdi o'g'illari. Erta chaqirsam ekan divan kegizib bersin. Mana kesib olsam ekan. Xudoyjon. Kesayim ekan mana. Mana bu yerini kesib olayim. Kesib olaman shuni, hozirda o'zida yo'q. Kesib olaman, ertaga qo'lda tigaman. Ertaga hozir emas. Yo'q, kesmayman. Hozircha kesmayman. Erta kesaman. Короче. Menimcha mana yog'i mana yoqqa ulanadi, to'g'rimi? Xudoyim. Ana qo'shildi. U qo'shildi-da. Qo'shildi-da, mana tiqib yormadim-ku orasiga. Orasiga shuni tiqib olishim kerak. Da. Genau. Men ham qo'ymadim bo'lmaganiga. To'g'rimi? Qo'ymayman-da, men puma-ku. Lekin erimga juda yoqayapti Robinsonga. Juda ham yoqayapti. Juda ham yoqayapti. Hozir podushkalarini qo'yaman. Bo'ldi.
Menga erim aytdi, sendan kechsam kechaman, mana yostiqlardan kechmayman dedi. Buni kladovkaga ham olib borishga qo'ymayapti. To'g'ri kelmaydi rangi. Bittagina mana bunaqa podushka chexolini zakaz qilgan. Qa desam yana taysorga solyapti. Bilmayman nimaga zakaz qilmayapti. Hozir men mana bu divanga yostiqlarni qo'yib chiqaman. Keyin tayyorini ko'ramizda. Вообще menga yoqayapti hozir endi. Ertaga buni oxirigacha bajaraman, mana bunisini, chunki уже я charchadim. Ketdik, yostiqni qo'yamiz. Podushkalar har xil bo'lib yotibdi. Mayli, mana bu kichkinalari to'g'ri keladi, chunki молочный оттенigi bor. Seri rangi yo'qmayapti. Naborot yaxshimi? Nima deb o'ylaysizlar sizlar? Mana shu. Yozing qani podushkalarni rangini. Chexol oling, u oling, bu oling demang, men hech narsa olmayman, Robin ham bir tin xarajat qilmaydi. Maksimalni ekonom qilish uchun shu divanni taylamadi. Mana shu xarajat. Mana yostiqlar shundan keyin 30 yevroga tushdi, kichkina yostiqchalar. 30 yevro 4 tasi. Представляете? Mana bu yostiqlarga menimcha mana shuni chexoldan yana zakaz qilish kerak mana bu. Mana qarang. Rangini ko'rasizlarmi? Rangi молочный bu ham, lekin nimagadir bu mana shu to'g'ri keladi, qarang-da mana. Mana shu rang to'g'ri kelardi. Xullas kutaman izohlaringizni.